sizlarga hozir 10 sotuvli, xullas bu yoq tomonda 5 xonasi bor, 2 etajli, bu yoq tomonda yana 2 xonasi bor. Kattagina joyda obzor qilib beraman. Sizlar ungacha bitta laykni bosib qo'ying, videoni oxirigacha kuzatsangiz, narxini ham o'ta chiroyli qo'yishgan. Mashalloh, qarang, kirib kelishdan qanaqa fayzli yoqilib turibdi uy. O'zlari uchun qurishgan ekan. Pishgang'ichdan qilib qo'yishgan mana. Qarang, betonlarni ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mashalloh. O'ta go'zal, o'ta fayzli xonadon ekan. Bu yerdan bir xonani tashlab ketishgan ekan. Mana bu zaborgacha chegarasi. Bu yerda yana tayyor biznesi ham bor, magazin qilib qo'yishgan. Mana bu yog'i skladi, bu yog'i magazin. Hozir ko'chani ustini ham ko'rsataman. Hozir uyda ichkarisini ko'ringlar, qara. Ketdi, bismillah. Qarang, voy, to'g'at. Mashalloh, qani bismillah. Mana kirganingizda mana koridori ko'rasizmi? Mana uyda dizaynlarni ham ko'zni og'ritmaydigan chiroyli ranglarda qilib qo'yishgan. Mana hammasi elektrlarni, hamma narsasini chiroyli qilib qo'yishgan. Как o'zimiz yashaymiz, maza qilamiz deb qo'yishgan. Faqat srochniga sotilayotganligi uchun ham narxini chiroyli arzon qo'yishgan. Mana bu zal, qarang, kattagina qilingan. Mashalloh, bu yerda mehmonlaringizni kutadigan bo'lsangiz, qanaqa chiroyli, qanaqa sizga obro' olib keladi. Qarang, kattaligini. Mebel, hamma narsa jihozlari qolar ekan bu yerda. Mana keyingi xonasi. Buni kattalar yotoqxonasi qilsangiz ham bo'ladi. Yokida detskiy xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qarang. Mashalloh. Chiroyli xonadon ekan. Shaxsan men o'zimga yoqdi. Eshiklari ham MDF qilingan, mana qarang. Qanaqa zo'r eshiklar qo'yib qo'yishgan. Mana yana bitta xona. Har bir xonada televizorlar qo'yilgan. Mana sanuzellargacha, hammom, sanuzellargacha qilib qo'yishgan. Mashalloh. Sharoitni lekin bomba qilishgan ekan. Xudo xolasa laykni bosib, siz qo'llab-quvvatlab turing. Niyat qilib qo'yganlar kommentariy yozib yuboringlar. Qarang, qanaqa go'zal, qanaqa zo'r joy. Bu yoq tomonda parnik ham qilishgan ekan, qarang. Tayyor biznesi bor. Bu yoqda magazin qilsangiz ham bo'ladi, biznes kelib turadi bu yoqdan. Bu yoqda parnik qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'ta go'zal. Ikkinchi etaj ham shunaqa. Hozir bu yoqda to'rxona ko'rdik-ku, tepada shuna to'rxona qilib olsangiz bo'ladi. Hamma xonalar topli pol qilingan. Tepaga chiqishga hozir imkoniyat yo'q, lekin bildinglar, xuddi o'shunaqa holatda. Inshaalloh endi o'zingiz sotib olsangiz, bu joyda o'zingiz chiroyli qilib remontlarini qilaverasiz. Mana bu yoqda ham bitta xona. Qarang, mashalloh. Internet, gaz, issiqlik sistemalari, hamma narsasi zo'r. Konditsioner qo'yib qo'yishgan mana. Internetlar. Hamma jihozlari tashlab ketiladi. Hech narsa ko'tarib ketishmas ekan. Qarang. Mana oshxona. Keyin eng yaxshi ko'rgan joyi mana shu joy bo'ladi. Mashalloh. Uyda ham dizaynlarini chiroyli qilib solishgan ekan. Niyat qilib o'zimiz yashaymiz deyishgan ekan. No, lekin odamda har xil vaziyat bo'ladi-da, baribir sotilish kerak bo'lib qoladi. Odam aytgani bo'lmaydi. Mana qarang. Mana bu narsalarga nima deysan? Qanaqa chiroyli qilib zo'r qilib qo'yishgan va uyda yuragi mashi bo'ladi hozir. Mana. Qarang, hammomlarni ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mashalloh. O'ta go'zal, o'ta chiroyli xonadon ekan. Meni o'zimga shaxsan yoqdi. Sizlar o'zlaringiz kommentariyada belgilab yozib ketinglar. Nima deysizlar? Mana suvlar ham oqib turibdi. Suvni oqib turishini qarang. Mashalloh. Suv, gaz, kommunalkadan muammo yo'q, hammasi zo'r. Mana bu yoqda bitta parnik qilishga imkoniyat bor. Anchadan beri uyda odam turmagani uchun o'tlar o'sib qolgan. Biroz ancha qaralmay qolibdi. Mana bu yoqda ham mana bitta kranchik bor. Suvni oqib turishini qarang. Mashalloh. Dokumentalniy, xullas 10 sotiq ekan, kadastrlari hamma narsasi zo'r. Mana hojatxonagacha sizga qaraydi. Bu yoq tomonda yana 4 sotuvmi, 5 sotuv joyi bor ekan. Bu dokumentdan tashqari zahvat deyiladimi, qizil joy ekan. Nu o'zingizga yana kadastr qilib ishlab olsangiz bo'ladi. Chunki bu ko'chani usti emas. O'zim shaffof qurilish saytidan ham ko'rdim. Qizil unaqa nima deydi? Yo'l tushib ketadigan unaqa joy emas. Yaxshi sinozga tushmagan chiroyli joy ekan.
Mana qarang, mashalloh. Chegara mana masjiddan ona o'riy turgan joygacha borar ekan. Kattagina joy. Imkoniyati zo'r. Sharoitlar yaxshi ekan. Obuna tugmasini bosib qo'ying bizga. Xudo xolasa bundan ham yaxshi uylarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Endi yo'lni ustini ham ko'rsatib boray. Mana sekin ko'ryapsiz, mashalloh. Menimcha siz kelsangiz bu joyda obod qilib tashlaysiz yanada. Qarang, faiz. Prosta yaxshi odamning uyi, qo'shnilar yaxshi, joy, lokatsiyalar yaxshi. Magazin deysizmi? Bog'cha deysizmi? Magazin, bog'cha hammasi yaqin joylashgan. Mana ko'chaning usti bilan kiryapsiz. Mana kirishingizda bu yerda mana Astonovka avtobuslar ham o'tadi. Qo'yliq Full City'ga taxminan 15-20 kilometr. Mana yo'l do'sti. Ariqda suvlar mana oqib to'lib oqib turibdi, mana ko'ryapsiz. Hatto shlyuzlarni ham qo'yib qo'yishgan. Avtobus o'tadi Qo'yliqqa. Har 20 yarim soatda o'tadi deyishyapti. Zo'r joy, Ko'shak degan mahalla. Mana qarang. Bu yoq tomonda Astonovka bo'lsa, mana bu yoq tomon magazin. Bu yoq magazindan ham daromad kelib turadi sizga. Mana qarang. Mashalloh. Bu magazinning joyi ham o'zi ustotiq chiqar ekan mana. Ko'ryapsiz, tashqaridan qanaqa chiroyli turibdi. Mana ko'chalari, fayzli joylar. Mana bu yoqda maktab, bog'cha bu tomonda. Magazin ich tomonlarini ham ko'rsatib, bu tomon sizga qaraydi, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Mana mas joylar. Xullas 85 ming AQSh dollari so'rashyapti. Yana o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari bor. Pastdagi raqamga bemalol murojaat qilib, savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi. Mana shu joylar inshaalloh sizga nasib qilsin.